Ass- Assalomu alaykum obunachilarim. Mana biz boshlab ham oldik. Mega Skyblock ekan bu nomi. Men ozgina o'ynayotgandim. Uchun uzr. Ozgina o'ynab qo'ygandim-da. Men bu yerda. Endi hozir men manada juda ko'p. Ozgina o'ynab qo'ygandim-da, короче, shunda. Hozirda endi bityapman-da, qo'rqitman. Sizlar bilan bu yerda rosa ko'p joy bor-ku, mana ko'rganingiz. O'shalar hammasiga borish harakat qilib ko'ramiz. Ozgina tosh yiqqandan so'ng boshqa joylarga o'tgandim. Boramiz. Buni ichiga turvasalangan bo'ladi. Jonga unaqa bo'lmasdi-ku, ichiga turvagan paytim. Mana bitta bular. Endi yarimtalik blokdan yaratib olsak, hammasiga 7 anaqa barobar niyatim bor. Ozgina emas, ancha ozgina qolibdi. Yetib olamizga. Mana yetib. Bedrock. Mana. Ajoq bitta qo'ysak. Batariyalarni yo'q. More info. Ne böyle? Obunachiga boradi shekilli. Aytdim-ku, hemen joyimga paydo qilib qo'ydi.
Nerede? Benim bu gitti yani uğur gitme. Demek bunu bas. Yavrum yavrum. Yani şöyle joyga borib joyga boraman. 13 ta yetadi deb o'ylaysizlarmi? Men masalan yetadi deb o'ylamayman. Yurib bo'lmayapti. Tuga. Shu bilan o'yinimiz tugamadi lekin hali o'yin tugamaydi. Masalan, abjam chiqib ketardi. Yonib ketdi inson. Yaxshi yoniga turasan. 32 ta yo'qmasam yetadi. Hammasiga ham yaxshim kerakda. 32 ta qanday yetadi? O'ylang, 32 ta qanday yetadi? Balki bir Instagramlik vaqt ko'p ketib zerikarli bo'lib qoladi. Shuning uchun 32 ta bo'lmaydi. O'zi yetib qoldi-ku. 15 demasam da 15 demalam bo'ldi. Ana endi yarim tarik bilan 30 ta chiqarib oldik. Bo'ldi. Havoga tushib ketmasam yetib olish mumkin. Qaysi joy yaqinroq? O'yinlarga qurib o'ylamki qurib ololmadim. Talashib boramiz endi qurgandan keyin. Shu to'g'ri qurib boraman. Tamam az qoldi. O'tirib olaylik. Tursak kemini kelgandan keyin tushib ketish mumkin-da. Keyin shuncha narsamiz Allohu akbar bo'la. O'tir. Bo'laman mana bo'ldi. Mana shaxsiyat. Ochki portal kap. Ochkina rosa. Suv bor ekan. Lava bor ekan. Lava boshimga. Kerak narsani qo'yib ketayim. Nima kerak? Mana kerak. Ben hamma joy o'zimniki. To'xta birinchi mana shuni ham olib olaylik. Men shalkerim bor. Men shalkerimni solib qo'yaman. Shuncha narsani olib shalkerim. Surmay tursin. Men ular solib qo'yaman. Shalkerga mana shu kerak emas. Mana urug' keyin ko'raman. Bu ham olman qarab tursinmi? Bo'ldi endi. Keka bilan sindirardim da.
Yonib ketsa alam qilardilik. Lavaga tushing, endi nima bor ekan bunda? Hamma joy nima bidro? Bidro ismaydi-ku. Odam yaltamaydi, aytganimiz yo'q. Tushunmadim, короче, turib qol. Ikkitagina qolibdi-ku, bunga tegmay. Ikkitagina qolibdi. Qaysimi yaxshi ekan? Nima jonim ketyapti? Magmani ustida turibman. Qachon qochibman? Nima jonim ketyapti ekan demayman. Yig'laylar shuncha joy. Hozir yaxshisi bir stak tosh yig'ib olay, keyin lavaga tushib ketmasdan o'tib ketib qo'yib qolinglar. Bir stak tosh yig'ib olay, keyin qolganlarini davom ettiramizda endi. Keyin ko'proq joyga yetib bir stak yig'sak, 3 stak toshni mana bunaqa yarimtalik bloklardan beradi. Shunami? Yo'q, unday emas. Unday emas bo'lsa kerak, bilmayman. Bir stak emas, 32 dona. Nechta bersin ko'raman. 15 dona 30, 2 barobar ko'p. 2 stak beradi, 2 barobar ko'p bersa. Bir stak beradi 32 ta. Yani yarim stakdan bir stak. Yarimta blok beraman, nima bilan bir xillari yonib ham ketyapti-da. Shu ham muammo tug'diryapti. Shundayda bu muammo tug'diryapti. Yana ikkita olsam bo'ladi. Yarimtalik bilan 60 ta berar ekan. 60 ta bersa 62 ta beradi. Ikkita yana bitta olishim kerak ekan. Endi 64 ta 4 ta bo'ldi. Qaysi joyga borsam yaxshi? Qaysi joyga borsam yaxshi? Mana shu orqa tomonda ko'ring. Yana qiziqibman-da. Joyni qotib nariyoqqa boraman. Suv. O'tib ketdi qol. Qo'yma bugun. Pastga qo'ydi. Men mo'chab bitirdim. Qo'ymaligin yonib ketmadimi yaxshi? O'zimga qoyil qoldim. Yonib ketmaganim uchun albatta. Hozir yonmasdan tushib ketaman. Yonmadim deb kulyapman. Hozir tushib ketaman. Yana qiziqyapman, nima bor ekan? Nima qo'yganik, nima bor ekan? Nima o'sha qiziqyapman. Olmuş. Sekin yo'l qilib boraveramizda, o'rtoqlar. Sekin yo'l qilib boraveramiz.
yetib kelay deb qoldimmi? Daha yetib kelay deb qoldim. Endi uch narsa mashina qurib ketmoqchi. Bir yarım saat uç gitti ana. Hech narsa bo'lmadi yarimizda. Bo'lmayapti. Yaqingina ko'ringandi. Bursa ketib qolyapti. Qani nimanik? Ko'rindi yaxshi. Ma'lum. Ishlab chiqaryapti. Cho'chqami qilyapti. Ishlab chiqaryapti-da bu job. Cho'chqalar bor ekan. O'sha sindirib ko'raymi nima bor ekan. Qanaqadir ferma bu. Endi nima kerak menga? Nima kerak qolar solib qo'yaylikchi. Mana bu narsasini solib qo'ymasak ham bo'lmaydi. Oqib ketib suv nedan hop. Mana solib qo'yaylik. Nimadir ishlab chiqaryapti endi. O'sha narsa nimaligini shu narsa nimaligini men bilmayman. Anavi magma kubni maydachalari bor-ku. Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Magma kubni o'zi 4 ta shunaqa narsa yasaladi-da. Shuning uchun o'sha deb o'ylayapman. Ozgina yonib ketadi. Men o'qimasam kulib o'laman. Men o'shaman. Shunday bo'laman-ki. 6 ta yig'olmasdan o'lish taqiqlanadi. Ne o'lish deb. Kesilmay
parvod qiladi, kirgan sinmay tur desam sinib yotibdi. Men 3 ta olay, yana 2 ta. Bu taraflardan oqilamanda. Yana 2 ta qo'shimcha. Böyle. Bitta tapur. Cho'p. Keyin bitta mana bunday asosim bargini tozalashga bo'ladi shunday. Ne qilsam? Ne qilsam keyin bo'ylanib. Keyin mana chop bo'lsam, mana bu o'zi hech narsa nima qilyapti hali yo'qolsin. Hayya. Mas düştü. Bitti bunu verme. Kızık. Böyle de. Şunday qilib, men qishal kelavermayman ki. Sandiqda bekor chirog'imda. Bitta mana qilsam, keyin bitta mana bunda qilsam, keyin buni mana qayerga qo'yishim bilan o'zim turgan joyiga qo'yishim kerak. Mana shu qo'yib olaman. Tamam. Çok kerak bo'ladi. So'ramiz yem so'ramiz da belli. Benim so'ramiz. Ne yapıyoruz? Endi o'tirib tosh qaziymiz degan paytim uzr, lekin men videoni to'xtatishga majburman. Chunki 20 minutdan oshib ketibdi. 20 minut bitta video uchun yetadi. Keyingi qismini ko'rishni istasalaring, kanalimga obuna bo'l, like bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan gaming uz bo'l. Xayr.